yordam beryaptilar. Nuriddinjon bu qishdagi odam yo'q ekan. Hamma qo'llardan kelgan yordamni qilyaptilar. So we are planning for transplant on Friday for Jasur. Everything is fine. Let's hope for good. Xudo xolasa hozir olib kelib ketadi, olib kelib ketyapti. Duo qilib turing. Bugun ham juma kuni Xudo xolasa yaxshi chiqsinlar. Operatsiya kecha bo'ldilar, yaxshi, hammasi joyida. Qanday, yaxshimi? Bo'ldi, yaxshi bo'lsa bo'ldi. Xo'p. Mana ko'ryapsizmi? Donorlik qilgan, kecha operatsiya bo'ldilar, kecha chiqdilar va hech umuman donorlik qilgan shunga o'xshamaydi. Reanimatsiyadan chiqarib palataga oldilar mana. Judayam chiroyli, o'zida yaxshi palatalari mana, judayam mehribon vrachlari, hammasi yaxshi. Mana Jasur aka yaxshilar, 2 kun oldin operatsiya bo'lgandilar, juma'dan. Yuryapsizmi? Challay. Bugun kechqurun Xudo xolasa o'zi vatanga qaytadilar. Mana mana akani hayotni saqlashga sababchi bo'lgan donor bo'ladilar. Chegara tasavvurlarga Nuriddinjon ular keldi. Shu bachchamga hayot bag'ishladilar. Biza bachchamni umidimizni uzgan edi. Bachchamni Hindistonga jo'natdilar. Bachcham mana sog'-salomat bo'lib, sog'-salomat keldi. Ukajonimni 2 buyrakni siqilgan edi. Samarqand viloyatining Urgut shahriga turadi. Selimet klinikasiga Hindistonga boshqa davlatlarga jo'natib davlatdan tashkilot bo'lganga biza mana shu yerga kelib Nuriddinjon degan odamni oqtarib topdi. Toshkentga transplantologiya markaziga bularni qon gruppasi ikkita operatsiya qilolmaymiz hali bunaqalarga. Shunaqa kasal uchraydigan bo'lsa, hech ham odamlar ikkilanmay mana shu klinikaga, Selimet klinikaga kelinglar.